hech kim taklif qilmagan Shahzodbek akamizdan taklifni zo'r bor. Albatta videomizga like bosib, to'y boshlab qo'ygan yaqinlarimiz yarab turib, nov yangilik ekan, o'zlaridan ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum Shahzodbek aka. Sog'ingiz yaxshimi? Nov yangilik obunachi aytadi. Ham yangilik ham yengillik. Prado mashina 120 lik. Meni boshlovchilikka xizmatga chaqiradigan odamlar shu kortejini, shu mashina qo'shadan bo'lsa, ham albatta kortejdan xizmat etib beraman. Hangishda to'yxonaga o'zim baribir xizmat olaman-ku. Galingi yoni to'yxonaga olib borib, to'y tomonga yana uyinachga ketaman. Agar kortejda boshqa mashina gaplashilganda albatta 2-3 soat xizmat etadigan ketadi. To'g'rimi? Men shu oxirgacha takasa xizmat etib beraman. Shunda ham u tomonlama, ham bu tomonlama yengillik bo'ladi. Xalqimizda aytadi-ku, to'y boshlagan yerda qushonpatini tashlaydigan. Yengillikning tarafi bu mashinalarni любой yerdan so'ranglar, 800 ming so'mdan qo'yib turibdilar. 500 ming so'mga qo'yib beraman. Boshlovchilik narxi $100, endi qarang. $100 sharning ichida 1 million 200 so'm bo'ladi-ku. Bu 500 ang. Sharning ichida 1 million 700 emas, 1,5 million so'm xizmat etib beramiz. Hamma narsasi ichida. Hamma narsasi ichida. O'zingiz to'y xudo xolasa chiroylatib, qomat parasini olasiz. To'y davomida ko'rsalar, to'yni nishab o'tirishlarimiz ham bor. Oldinda intervyularni olib, chiroylatib, qizdirib o'tirib beramiz va kortejda xizmat etib beramiz. 1,5 million so'mning ichida hammasi. Bu videoni albatta to'y boshlab qo'ygan yaqinlaringizga yarib qo'yinglar. Bugun Firuz to'yxonasi davomida obunachilar hozir video davomida to'yni nishab o'tirish jarayonlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Og'abek aka, yana bir nima bo'lib qoladi? Rayondan telefon etadilar-ku. Tumandan. Tumandan telefon etganda 1,5 million so'm dedilar-da, lekin rayonga 150 ming so'mlik sal qo'shiladi. Sal o'zgarish oling. Havo. Qo'ldan kelgancha qarashib berasiz. Qarashib beramiz. Salomat bo'ling obunachilar, yaqinlaringizga yarib qo'ying. Hurmatli mehmonlar, diqqat qiling. Oqshom malikasi, to'yimiz elitasi kelinimiz Gavharjon tashrif buyurdi. Keling uni madaniyatimizning yuksak ifodasini ko'rsatgan holda o'rnimizdan turib, guldiroz qarsaklar bilan kutib olamiz. To'ylar muborak bo'lsin.